Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa mana ishimiz yakuniga yetdi. Plafonlarni qo'yib qo'ysak, xudo xolasa ozgina bu tomonda qoldi. Ko'chada 2-3 ta plafon qoldi, yakuniga yetdi. Inshaalloh bu xonadonimizni ham juda chiroyli, sifati a'lo darajada qilib bitkazib berdik. Ko'rib bemalol baho berishinglar mumkin. Xudo xolasa burchaklari ham chotki holatda chiqqan. Xolasa ishlarimiz sifati a'lo darajada. Kimga shunaqangi tunikafon ishlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoninglarga shunaqangi ko'rinishda, shunaqangi chiroyli tunikafon ishlarini qilib beramiz. Mana ichkari shapkalari polностью bitkazib, bu obyektimizni 317 kvadrat hisoblagan edik. 317. List rasxotiga joyda kvadrat emas, list rasxotiga 317 kvadrat temda ham hisoblangan. Bu joydan tashqari ko'ripi bor. Ko'riplardan tashqari shunaqa hisoblangan. Xudo xolasa 324 kvadrat atrofida chiqyapti. Ko'chalarni ham ko'rsataman sizlarga. Ko'riplar shu qo'shilishlari bilan 324 kvadrat bo'lyapti. Mana ko'chada ham plafonlar qo'yilib kelyapti. Mana yonboshlarni bekitish, mana yonboshlarni ham bekitdik. Bulardan tashqari bo'lganda 317 kvadrat. Shular bilan 324 kvadrat atrofida bo'lyapti. 130 ming so'mdan 04 list qilib berdik. Ko'rib turibsizlar, oppoq seryozni holatda bo'lgan. Kimga shunaqangi tunikafon ishi kerak bo'lsa, bemalol telefon nomerlarimiz bor, aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoninglarga chiroyli qilib tunikafon ishlarini qilib beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Kanalimizdan uzoq ketmanglar. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, doim qilgan ishlarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.